Kim tongda turib 100 marotaba La ilaha illallohu vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu yuhyi va yumitu va huwa hayyun la yamutu bi yadihi al-khayru va huwa ala kulli shay'in qadirni 100 marotaba o'qisa tongda turib dengizlar ummonlarning ko'pigicha e'tibor bering. Dengizlar ummonlarning ko'pigicha gunohlari bo'lsa Alloh uni kechirur, o'sha kuni olamdan o'tsa jannatga kiradi dedilar. Abdullah ibn Mas'udning rivoyatlari bu. Imom Ahmad bin Hanbalning musnadlarida keltirilibdi. Ikkinchi hadis. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytadilar: Kim shom namozidan keyin gap so'z, ish harakat qo'shmasdan 9 marotaba desa, La ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu